Omadsiz yigit sehrli yozuv mashinkasini topib oldi va bu mashinada qanday tilak yozilsa, bu amalga oshadi ekan va bola nima tilaganini video davomida bilib olamiz. Hoziroq videoga like bosib, yangi videolarni o'tkazib yubormasligi uchun obuna tugmasini ham ustiga urib ko'kartirib qo'ying. Men esa videoni boshlayman. Kevin ismli yosh yozuvchi tushida quyosh botayotgan manzarada bir qizni ko'radi va u endi yuzini ko'rsatayotganda budunlik chalib uyg'onib ketdi. Yigitni hayotda omadi kelmagan, uning hech qanday sevgan qizi ham, do'sti ham yo'q, faqatgina Bo'ynoq ismli ko'ppagidan tashqari. Uning har kuni yozuv mashinasi yonida o'tadi va ko'plab romanlar yozgan, ammo oxirgi paytlar faqat odamlarning ustidan yozish bilan shug'ullanmoqda, chunki tirikchilik qilish kerak. Bolaga hech qanday ilhom kelmayotgani uchun psixologga sevgan qizi yo'qligidan va roman yozolmayotganidan shikoyat qilmoqda. Psixolog esa unga qizing bo'lmasa iting haqida yoz deb maslahat beradi. Kevin qari bilganni pari bilmas deb darhol it haqida bir varaq hikoya yozadi, ya'ni itini yaxshi ko'rib qolgan qiz haqida. Shundan so'ng charchab uyquga ketdi va yana o'sha qizni ko'rdi. Bu safar qiz uning yoniga kelib yuzini ko'rsatdi va Bo'ynoqning rasmini chizmoqchiligini aytdi, chunki kuchukvachchani yaxshi ko'rib qolgan ekan. Kevin hayratdan uyg'onib ketadi va darrov mashinkasiga yugurib, qizni yanada chiroyliroq tasvirlashni boshlaydi. Jingalak sochli va uzun kalgotkali va Hasan-Husonlarni do'mbillagan qilib va borgan sari o'zi yaratayotgan personajni sevib qolishni boshlaydi. Bir kuni Kevinning uyiga akasi Gary va yangasi Suzy bolasi bilan kutilmaganda mehmonga keladi va Kevin uyni yig'ishtirishga ulgurmagan. Shuning uchun Gary divanda Hasan-Husanning qalpog'ini topib, Kevinni uyda qiz yashiryapti deb o'ylayapti. Ammo Kevin buni Bo'ynoq kimnikinidir tishlab uzib olib kelgan deb o'zini oqlaydi va yangasi bu men razmerimdan ekan-ku deb qalpoqchani sumkasiga solib qo'ydi. Kechqurun Kevin yana mashinkasiga o'tirib tushidagi qizni, ya'ni Rubini, uning uyiga mehmonga kelganini va ikkalasi basseynda bokra baliqlarday suzganini tasvirlaydi va uyquga ketdi va tushida hammasi xuddi u yozganday bo'ldi. Ertalab Kevin yangi kitobini sotish uchun ketayotganda oshxonada nonushta qilayotgan Rubini ko'rib shok holatga tushdi. U endi uxlayaptimi yo uyg'oqmi farqiga bormayapti va eng qizig'i Ruby ham bu yigit bilan bir necha yildan beri yashayotganda o'zini tutmoqda. Videoni qiziq joyida to'xtatganim uchun uzr, lekin yangi videolar tezroq va ko'proq chiqishi aynan bosgan laykingizga bog'liq. Shuning uchun hoziroq layk bosib qo'yasiz degan umiddaman jigarim. Oldindan rahmat. Kevin akasiga telefon qilib bo'layotgan voqeani aytadi. Gary esa unga ishonmayapti, nos Skype'da valdirayapti deb. Akasidan foyda yo'qligini tushungan Kevin fanatlaridan biri Abby ismli qizning raqamini topdi va uydan yashirincha chiqib ketmoqchi. Ammo Ruby uni to'xtatib, u bilan bormoqchiligini aytadi. Yigit hali uylanmasdan turib, Ruby uning burnidan ip o'tkazib oldi va Kevin uni ham olib ketishga majbur bo'ldi va qizni ko'chada marojni yeb tur deb qoldirib, o'zi fanatkasi bilan kafeda uchrashadi. Birozdan so'ng marojnisini yalab bo'lgan qiz kafega kelganda sevgan yigiti boshqa qiz bilan o'tiribdi va Ruby uni rashk qilib Abbyni sochiga yopishib ketdi va qizlar jangi boshlandi. Kevin tushundi, Ruby uning xayolida emas, real hayotda mavjud va yigit uning ortidan yugurib quchoqlab orzusi amalga oshganidan xursandligini aytib qizdan bo's oldi. Kevin umrida bunchalik xursand bo'lmagan, hatto sunnat to'yida ham va Ruby ham xursand, chunki u Kevin yozuv mashinkasi orqali uni yaratganini hali bilmaydi va ular Magic City'ga borib vaqt o'tkazishadi. Kevin shunday baxtli hayotida akasi bilan uchrashib, uni Ruby bilan tanishtirmoqchiligini aytdi. Gary esa ukasini ko'p yozaverib tentak bo'lib qopti deb o'ylaydi va psixologga olib bormoqchi, ammo Kevin uni uyiga borib Ruby bilan uchrashtiradi. Gary hali ham bu ukasining tushidagi qiz ekaniga ishonmayapti, shunchaki yollangan aktrisa. Kevin esa uni ishontirish uchun mashinkada biror narsa yozishni, agar yozgan narsasi rostdan ham sodir bo'lsa, bunga ishonasan deydi. Kevin shundan so'ng yozuv mashinkasida Ruby fransuz tilini mukammal biladi deb yozadi va rostdan ham Ruby Amatus Français, je t'enzaxe je bourranse deb fransuzchalab gapirishni boshlaydi va Kevin yozuvni o'chirib tashlaganda Ruby yana o'z holatiga qaytdi. Keyin uchalasi kechki ovqat qiladi va Kevin Rubyni akasidan rashk qilishni boshlaydi. Go'yoki akasi yangasini tashlab ketib, Rubyni shaqillatadiganidek. Chunki bu dabba uchun Ruby idealidagi qiz va uni hammadan qizg'anyapti. Oradan oylar o'tdi va Ruby qachon menga uylanasan deb Kevinning onasi bilan tanishmoqchi va ular sayohatga chiqishadi. Chunki oyisi boshqa shaharda o'gay eri bilan yashaydi ekan. O'gay er, yangi so'zmi bu?
Oyisi Getruda dizayn sohasida shug'ullanar ekan, o'gay otasi esa duradgor. Ruby juda ham ochiq ko'ngil, bir so'z bilan aytganda, umuman kamchiliksiz ideal qiz va oila bilan darhol chiqishib ketadi. Kevin esa uni hatto oilasidan ham, yetmaganiga yangasidan ham rashk qilyapti. Uning xayolida kelinoyisi bilan Ruby bir-biriga barmoq qaychi uslubini qo'llab qo'yishi mumkin. Chunki Ruby hamma bilan yaqin bo'lib ketaveradigan xarakterga ega. Kevin odamovi inson, u faqat yolg'iz yashasa va yonida faqatgina Ruby bo'lsa yetarli. Ruby esa buning teskarisi, u odamlar bilan muloqot qilishni yaxshi ko'radi va Kevin yonida o'zini yolg'iz his qilmoqda. Shuning uchun ertaga alohida kvartiraga ko'chib o'tib, alohida yashamoqchi. Ammo Kevin tilab olgan xotinimni echki tepib o'ldirdi degan maqolni aytib, yana yozuv mashinkasiga qaytdi va Rubyni o'zidan o'zgasiga ketmaydigan qilib yozdi. Shundan so'ng Ruby hech qachon Kevindan ajralmaydi, hatto tualetga ham yolg'iz qo'yib yubormaydi. Kerak bo'lsa o'zi surtib ham qo'yadi. U butun hayotini Kevinga bag'ishlagan va bir soniya ham undan ajralmaydi, xuddi kanadek Kevinga yopishib olgan. Lekin Kevin tezda bunaqa Rubydan zerikdi va uni yana va yana qayta o'zgartiraverdi, lekin ideal Rubyni yarata olmayapti va bor dardini akasiga to'kib sochadi. Gary unga Rubyni yana oldingidek holatiga qaytar deb maslahat beradi va Kevin Ruby undan ketib qolishini taxmin qilsa-da, baribir uni avvalgi holatiga qaytardi. Ertasi kuni Kevin yozuvchilar ziyofatiga boradi va u yerda sobiq sevgilisi Leyla bilan uchrashib qoldi. U ham yozuvchi va ular eski munosabatlari haqida suhbatlashayotganda to'satdan ziyofatga Ruby keladi. Uni ko'rgan bir yozuvchi Langdon zo'r narsa keldi-yu deb darrov qizni basseynga cho'milishga taklif qiladi va Rubyga ham bu Langdonmi, Gangdonmi farqi yo'q va ko'ylagini yechib cho'milmoqchi. Ammo Kevin kelib qoldi va yarim yalang'och tyolkasini sharmandalarcha uyiga olib qaytadi. Uyda janjal avjiga chiqadi va Ruby menga rashk qiladigan emas, dayus kerak deb Kevin bilan ajrashmoqchi. Kevin esa unga sen meni mahsulotimsan, sen butunlay menga tegishlisan deb asab bilan yozuv mashinkasiga boradi. Shundan so'ng Ruby uydan chiqishga harakat qilsa ham foydasi yo'q, chunki ko'rinmas devorlarni yo'lini to'siyapti va qiz hayratda. Kevin unga barcha haqiqatni aytdi. Ruby uning aslida tasavvuridagi oddiy qiz va uni xohlagan ishini qildirishi mumkin. Ruby esa unga ishonmayapti va hazil deb o'ylayapti. Kevin sen hali menga ishonmaysanmi deb qizning Hasan Husanini uchta qilib qo'ydi va hatto bulbulcha ham o'sib chiqadi qizda. Va Ruby unga ishonmaguncha bechora qizni har kuyiga solyapti va oxir-oqibat Ruby charchab yerga yiqildi. Kevin o'z qilgan ishidan uyaladi va oxirgi satrlarni yozdi. Bunda Ruby uydan chiqib ketib, xotirasini butunlay yo'qotar ekan va yangi hayot boshlaydi ekan. Ertalab uyg'ongan Kevin Ruby allaqachon uydan ketganini ko'radi va yana kuchukvachchasi bilan odatiy hayotini boshlaydi va oradan bir necha oy o'tib Garyga Ruby ketgandan beri hali hech narsa yozmayotganini aytdi. Kallasi katta akasi esa unga yana maslahat beradi. Bu safar boshingni o'tkazganlaringni yoz deb va Kevin ismlarini o'zgartirib, o'zi boshidan o'tkazganlarini kitob qilib yozdi va bu ko'p nusxada sotilib Kevinni eng omadli yozuvchiga aylantiradi. Oradan bir necha oy o'tib, u bo'ynoq bilan parkda sayr qilmoqda va u yerda uning kitobini o'qiyotgan Rubyga ko'zi tushadi. Yigitni ko'rgan qiz hayajonlanib, uning fanati ekanini va barcha romanlarini boshdan oxirigacha o'qib chiqqanini aytadi va Kevin kulib qo'ydi va ular o'tirib kitobni davomini birgalikda o'qiydi. Agar sizda shunaqa mashinka bo'lsa, idealingizdagi insonni qanday tasvirlagan bo'lardingiz? Buni kommentariyada yozib qoldiring. Shaxsan men har kuni har xilini yozardim. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bundan ham qiziqarli videolar hali oldinda. Paka.